Keling, trikotaj va toqilgan sling o'rtasidagi farqni aniqlaylik. Nega bu sizga kerak? Xo'sh, birinchi navbatda bolaning xavfsizligi uchun. Chunki galati, garchi ular bir-biriga o'xshash bo'lsa-da, ular ikkita butunlay boshqa funksional tashuvchilardir. Va agar siz trikotaj uchun mo'ljallangan orash bilan toqilgan slingni o'rab qo'ysangiz, u xavfli bo'ladi. Ikkinchidan, bu chaqaloqning sog'ligi uchun juda muhim va aytgancha o'zingiz uchun ham. Chunki trikotaj sling eng ko'pi bilan 5,5-6 kilogrammgacha bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan. Garchi ishlab chiqaruvchilar ko'pincha deyarli 15 kilogrammgacha deb yozishsa-da, aslida 5,5 kilogrammga yetganda trikotaj endi bolaga yetarli ushlab turishga ta'minlay olmaydi, uni fiziologik holatda ushlab turolmaydi va butun yuk onaning tuz sohasiga tushadi. Keling, trikotajdan boshlaymiz. Trikotaj bu cho'ziladigan toqilgan mato bo'lib, uning asosiy farqi ham shunda. Trikotajni 3 qavat qilib taqish shart. Trikotaj slingda 2 qavatli bog'lash bola uchun xavfsiz va fiziologik bo'lmaydi. Trikotaj sling uchun o'rash cho'ntakning tagida kondalang bo'lishi uchun mo'ljallangan. Esda tuting, chunki toquv sling uchun bu o'rash cho'ntakning ustida joylashgan. Farq faqat bitta so'zda. Shunday qilib to'qilgan material cho'zilmaydi, u qarsak tovushini chiqaradi va cho'ntak ustidagi o'zaro faoliyat o'rash uchun mo'ljallangan. Aslida trikotaj sling toqilgan bo'lgani uchun va uni albatta 3 qavat qilib taqish kerakligi sababli u issiq bo'ladi, yozda uni taqish noqulay. Toqilgan sling esa juda universal bo'lib, bolalarga tug'ilganidan boshlab 3 yoshgacha ishlatishga ruxsat etiladi.